Bu yoqda yana bitta bor ekan. Uchovi 102 million bo'lyapti ekan. Mana 50 million deyishyapti ekan. 40 millionni olverdi soda bo'ldi. Zotga ham aytaveradi, oyoq qo'llari butun chiroyli ovoz ekan. Assalomu alaykum akalar, mana bugun Marg'ilon Kombinat chorva bozoriga chiqqanmiz. Bozor avjida. Videoni oxirigacha ko'ringlar, yoqsa like bosib qo'yasizlar. Birinchi novvosimiz 50 million deyishyapti ekan. 40 millionni olverdi soda bo'ldi. Novvosimiz katta. Hozir bir videoda obzor qilamiz bozorda. Akalar mana yana ola go'sht buqalarimiz. Ular jupiga savdo bo'libdi. Jupini ham ko'rsataman sizlarga. Mana oldilari. Mana jupi qirg'iz barovda shekilli. Jupiga 59 million savdo bo'libdi. Berishmayapti ekan akalarimiz. Jo'may olsa boqadigan joyiga kelibdi. $59 million jupiga. Mana buni sal dadilroq ekan. Shimol ekan. Shimol yaxshi ekan. Akalar mana katta novvoshlarimizdan ko'ryapmiz. 36 million bozor savdo qildi shuni. Mana akalar. Boya taxminan 140 atrofida. 140 dan ham bala chiqsa kerak bu katta novvos. Akalar. Yoqsa like bosib turinglar akalar, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Akalar mana shved novvosimiz 30 million kami bor ekan. Buni ham boqsa bo'laveradi. Bo'ylari taxminan 120. 120 plus. 30 million narx aytishyapti. Nechta savdo bo'ldi aka? Jarma savdo bo'lgani yo'q. Da yopishib savdo qilishmayapti. Mana akalar bu yoqdan ko'rinishi. Aka nomeringiz qo'yib 90 ekan. 231 0229. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar akalar. Zotga ham aytaveradi, oyoq qo'llari butun chiroyli ovoz ekan. Mana aka hozirgi molni sherik ekan. Bu yoqda yana bitta bor ekan. Uchovi 102 million bo'lyapti ekan. Mana shu. Mollar katta. Mollar katta. Bugun Marg'ilon Kombinat bozorimizga katta mollar ko'p chiqibdi. Hozir mayda mollarni ham obzor qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar, hali qiziq videolar bor. Yaxshi ko'chat novvoslar chiqqan naryoqda. Shuni ham ko'rsatamiz. Mana novvos akalar. Akalar mana boqima buqa. 30 million so'rashyapti ekan, bozor 27 qilibdi shuni. Ko'chat yaxshi chiroyli mol ekan. Hali bo'zay ekan bu, shiyomat. Oyoq qo'llari butun yaxshi mol ekan.
akalar mana boqma buqa chiqdi bu yoqda. 22,5 millionga berishmayapti ekan shuni. Bosa boqma. Bak. Ko'chati yaxshi ekan, oyoq qo'li butun. 22,5 million savdosi bo'ldi shuni. Ana akalar bu yoqdan. Bosa boqma bu. Bo'zaymi hali aka bu? Bo'zaymi? Hali bo'zay ekan. Mana shu nechta bordi? Mashinasini o'zim bizga bergan. Akalar mana Holatga to'g'ri. kichikroq boqma tarafga o'tdim. Ha? Uchtasini bitta gaplashib. 22 million narx aytishyapti ekan shu molga. Oyoq qo'li butun. 120 chiqib qoladi bo'ylari. Orqa tarafidan. Akalar qirg'iz buqamiz 22,5 million savdo bo'libdi. Ozgina qo'shilsa berib olamiz deyaptilar. Bo'zaymi aka bu hali? Bo'zay ekan hali. 1 yoshga to'lmagan bo'za. Chiroyli bo'lagan shu. Ana akalar semental buqamiz. Ko'chat. 5-6 oylik bo'lib qolibdi. 28 million kami bor ekan. Mana akalar. Necha oylik bo'ldi? Kichkinalikdan beri o'xshayapti. 8-9 oylik bo'lsa kerak. 8-9 oylik bo'ldi. Mancha adashibman akalar. Aka orqalari. Videoda oxirigacha ko'rganlar hammaga rahmat. Obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Chorvoqda do'stlarga tashlab qo'yamiz akalar. Marg'ilon Kombinat mol bozoridamiz. Hammaga rahmat.